O'zini kontrol qilish kuchi. Hayotlikning 12 qonuniyati. O'zini kamsitish va o'zidan xalqish nomli kitobi. Hayot ilkimdidir. Takomillashish. Erlar Marsdan, ayollar Veneradan kelgan. Muvaffaqiyatlik nutq so'zlashning siri. Eng unumlik 2 soat. So'ralmalik kasli bilan xo'shishish. ijobiy boshqaruv, So'g'uq o'qish mahorati. Kitobni qanday o'qish kerak? Avtori Mortimer Adler, Charles Van Doren. Bu kitob G'arb ellarida yil bo'yi bozor 2 kitob bo'lib kelmoqda. 1940-yili kitobning tunji nashr nusxasi tarqatilgan. 1972-yili yangi nusxasi nashr qilingan. Keyin qayta nashr qilingan. Chunki bu kitobda tilga ilingani kitob o'qish usuli va mahorati bo'lib qolmasdan, texmi muhimi kitob o'qishning mohiyati va ahamiyatini yo'ritib bergan. ovozliq kitob abditali. Bu kitobning avtori 2 kishi bo'lib, ular Mortimer Adler va Charles Van Doren. Adler tunji nashrning asosli avtori. U Amerika ilm sohasi va nashriyat sohasida bir rivoyat shaxs bo'lib hisoblandi. U aslida muxbir bo'lishni orzu qilib, o'qishdan to'xtab gazetxonaga ishlamchilik qilib borgan. Keyin yozuvchilik saviyasini o'stirish uchun oliy maktabda o'zligidan o'rganishga borgan. Bu chaqda u o'zining hayotini o'zgartgan bir kitobni, ya'ni 19-asrdagi angliyalik Merining tarjimonini o'qigan bo'lib, Adler Merining 5 yosh vaqtida qadimki yunonlik faylasuf Aflatunning kitobini o'qiganligini bilib, qattiq hayron qoldi. Va shuningdan boshlab falsafa ilmiga qattiq ishtiyoq bog'laydi. Ovozliq kitob abditali.